Davlat rahbarining joriy yildagi yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan Chirchiq shahar prokuraturasi tomonidan kompleks ishlar olib borilyapti. Joylarda energiya hisobining haqqoniyligini ta'minlash, asossiz yo'qotishlar, talon-taroj qilish holatlariga barham berish borasida jiddiy va natijador o'rganishlar olib borilyapti. Qarorga asosan Chirchiq shahar prokuraturasida ishchi guruhi faoliyati yo'lga qo'yilgan. O'tkazilgan 93 ta reyd tadbirida 88 ta elektr va gazdan noqonuniy foydalanish holati fosh etilib, 6 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. 75 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi. Chirchiq shahar prokuraturasidagi shtabda nazorat tahlil guruhi tashkil etilib, ko'rilayotgan choralar pullik muvofiqlashtirilib, manzilli yo'naltirilib borilmoqda. Yo'qotishni kamaytirish maqsadida nim stansiya feeder transformator tamoyili asosida 254 ta elektr xo'jaligi obyektiga 90 nafar elektr ta'minoti korxonalari xodimi biriktirilib, tizimli nazorat o'rnatildi. Ishchi guruhlar tomonidan ko'rilgan choralar natijasida elektr tarmoqlari va transformator punktlarida yo'qotishlarga sababchi bo'lgan 118 ta nosozlik aniqlanib, bartaraf etildi. Tadbirlar amalga oshirilishi hisobiga yo'qotishlar 732 ming kWh qisqartirildi. Yetkazib berilgan elektr uchun 142,1 milliard so'm, tabiiy gaz uchun 708 milliard so'm mablag' undirilgan. Mir Alisher mahalla fuqarolar yig'ini hududida jami 15,3 kilometr uzunlikdagi past kuchlanishli elektr tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ishlari va 2 dona transformator jamlanmasi o'rnatilmoqda. Bu bilan necha yildan buyon kuchlanishning pastligi va eng chekka xonadonlargacha normal elektr ta'minoti yetkazib berishga va tarmoqdagi asossiz texnik yo'qotishlarni kamaytirishga erishildi. Tabiiy gaz ta'minoti 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazilmoqda. Aholi va ulgurji tabiiy gaz iste'molchilarida mavjud eskirgan qo'lbola gaz yondirgichlar o'rniga zamonaviy energiya tejamkor gaz yondirgichlar o'rnatilmoqda. Estetik jihatdan eskirgan gaz taqsimlash punktlari zamonaviysiga almashtirilyapti. Energiya hisobining haqqoniyligini ta'minlash, asossiz yo'qotishlar va talon-taroj qilish holatlariga barham berish borasida kompleks choralar ko'rilmoqda. Chirchiq shahar prokuraturasida tashkil etilgan shtabda asosiy ish joyidan buyruq asosida ajratilgan 14 nafar idora vakillaridan iborat nazorat tahlil guruhlari tashkil etilib, ko'rilayotgan choralar kunlik muvofiqlashtirilib, manzilli yo'naltirib borilmoqda. Yo'qotishlar yuqori bo'lgan hududlarda birinchi navbatda amalga oshiriladigan ishlar belgilanib, iste'mol yuqori bo'lgan xonadonlarda yo'qotishlarni kamaytirish va aholi hamda tadbirkorlik subyektlarida energiyani iqtisod qilish bo'yicha huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida 254 ta xo'jalik obyektlariga 80 nafar ta'minotchi korxona xodimlari biriktirilib, tizimli nazorat o'rnatildi. Ishchi guruh tomonidan 4 ta yo'nalishda ishlar amalga oshirilmoqda. Birinchisi, yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha tashkiliy texnik tadbirlarni amalga oshirish. Ikkinchisi, ASKOE va ASKUK tizimidagi kirish va chiqish quvvati orasidagi nomutanosiblik va aloqadan chiqib ketgan iste'molchilarni muammolarini hal etish. Uchinchisi, mavjud tarmoqlar va transformator punktlari holatlarini o'rganish va kamchiliklarni bartaraf etish. Va to'rtinchisi, energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlash va ularga barham berish. Shahar prokurori tomonidan har 10 kunda shtab a'zolari tomonidan amalga oshirilgan ishlar tanqidiy muhokama qilinib, kamchiliklarga yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan keskin choralar ko'rilmoqda. Aloqaga chiqmagan kirish va chiqish simlari tutashtirilgan hisoblagichlarning nomma-nom ro'yxati shakllantirildi. Yo'qotishlar yuqori bo'lgan hududlarda birinchi navbatda amalga oshiriladigan choralar belgilandi. Aholi va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida keng qamrovli huquqiy targ'ibot tadbirlari va tushuntirishlar olib borilmoqda. Chirchiq shahridagi markaziy ko'chalarda va aholi gavjum joylardagi monitorlarda energiyani tejash uchun quyosh paneli va geliokollektor uskunalarini o'rnatish hamda ularning foydali tomonlarini targ'ibot qiluvchi turli reklama va bannerlar qo'yildi. Shahar prokuraturasida tashkil etilgan shtab ishchi guruhlari tomonidan o'rganishlar va tadbirlar davom etmoqda.